To'g'ri qarang, sochim menga. To'g'ri qarang. Yo'q. Ko'rishlari 100%. Ikkala ko'zi ham yaxshi ko'radi. Lekin bitta ko'zda g'ilaylik bor, ya'ni chap ko'zda tashqariga qaragan g'ilaylik bor. Nima uchun bunaqa? Sababi ko'zni tashqariga buradigan mushakda ustunlik bor deb biladi. Ko'zi tashqariga olib ketib qolyapti. Ko'zni ichkariga buradigan mushak bo'sh, kuchsiz, qo'yib yuboryapti. Biz operatsiya yo'li bilan o'sha ikkala ko'z, o'sha ikkita mushak o'rtasidagi balansni tiklab beramiz. Shuni hisobiga ko'zlar rovna turadi, o'rtada turadi. Bu yerda operatsiya kerak. Farqi yo'q. Xohlasanglar, imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat bugun. Oling qani boshingiz. Tak, operatsiyangiz qachon bo'ldi? 17 dekabr. Demak, hali 1 oy bo'lmadi operatsiyaga. Hali ikkita ko'rish bor. Ha, ikkita ko'rish bo'ladi. Boshida ikkita ko'rish bo'ladi. 2 hafta, 3 hafta uzog'i bilan 1 oygacha ikkita ko'rish bo'ladi. Tak, menga qarab o'tirib oling, mana to'g'ri o'tirib olamiz. O'ng ko'zingiz qochardi, qaysi tomonga? Ichkariga qochardi. Menga qarang, ichkiga qaraymiz. Katta oching ikkita ko'z. Katta oching ikkita ko'z. Ichkani kuzatamiz. Mana ichkiga qarang, qimirlamang. Menga qaraymiz. To'g'ri qarang. Menga qarang. Katta oching ikkita ko'z. Menga to'g'ri. Tak, menga qarab o'tirib oling, ipchalarni olib tashlaymiz, xo'pmi?